Bugun men Minecraftga o'xshagan, lekin umuman boshqacha va juda ham qiziqarli bo'lgan top 3 ta o'yinlarni o'ynab ko'raman va ularda 1 dan 10 gacha baho beraman. Sizlar esa videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Shu yo'l bilan bizni qo'llab-quvvatlaysiz. Qani unda videoni boshladik. Bizning birinchi o'yinimiz Villager City Life Building degan o'yin. O'yin qachon ishlab chiqarilgan, necha marta yuklab olingan, bu sizlarga umuman qiziq emas. Buni bilaman. Shunchaki sizlar bu gameplayni ko'ring va o'yin sizga yoqsa, bemalol yuklab oling. Qani unda bu o'yinga kirib olamiz. Okey, men uje o'yinga kirib oldim. O'yinni boshlanish atmosferasi menga juda ham yoqyapti. Otning ustida personaj turibdi. Xo'p, Block Craft World, Top to Play. Bu mengami? Yo'q, meni qo'limda hech narsa yo'q. Boshladik. Xo'sh, nima qilishim kerak? Bularni urishim kerak. What tak. Xo'p, bularni urib chiqamiz. Nimaga bular menga hujum qilishmadi? Tushunmadim. Demak, ikkinchi o'yinda menga hujum qilishni boshlashdi. Okey, mana buni uramiz. Buni ham upa. Hozircha Minecraftga o'xshamayapti. Kelinglar boshqa rejimlarni ham o'ynab ko'ramiz. Adventure degan rejimni ham o'ynaymiz. Talaffuz uchun uzr, Adventure, ya'ni sarguzasht yo'nalishini. Bu yer qanaqadir shahar. Bu kim? What the? Yo bola, bunaqa bolalardan uzoq yurish kerak. Okey, biz shahar ichida ekanmiz. Men sakrashim bilar ekanman. Mayo. Bu yerda shahar va mashina. To'xta, men mashina mini. Yo, to'g'rimda mashina kelib qoldi, gitaga o'xshab. Okey, Minecraftda mashina mingani ko'rganmisizlar qacha? Yo, Minecraft X GTA tipichka. What? Yo, hayvonot bog'i, mana bu yerdagi hayvonlarni qaranglar. Yo, muncha ko'p bular. Ko'chada yurishibdi. Mana bu karginon. What? Mam jirafa. What? Mana isqirt bola ekan. Mana ko'chadagi dushiga bola bilan o'pishib yotibdi. Bola emas, qiz bola demoqchi edim. Qiz bolaga farqi yo'q ekan, o'zi. Salom aka, nima gap, brat, yaxshimisiz? Voy, uyalilar, salgina uyalilar, ikkalalar ham o'g'il bola, ko'chani o'rtasida. Yo, raqsga tushadigan kiyik topib oldim. Yo, kiyikmi bu, oxumi bu, bilmadim. Короче, вообще zo'r o'ynayapti. Hello brother, imperni bo'lmi? Jirafa topib oldim, jirafa. Bo'yini qaranglar, qalinligida muncha qalin bu. Yo, bo'yni muncha qalin emas edi shekilli. Brat, qochib turing. Qochma, o'g'ri. Mana o'g'ri topdim, bola, to'xta. What? Bu o'g'rimi, bu hakkermi bu? Xullas, bola, Adventure'da ham o'ynadik, endi Escape deganni o'ynaymiz. Bu 16 ga 9 formatda o'ynalar ekan. To'g'ri aytdimmi yo'qmi, shuni ham bilmayman. Qarchi, o'yin qotib qoldi. Minus o'yinga meni. O'yinni ko'rgan bo'lsanglar kerak. O'yin juda ham ajoyib. Shaxsan menga yoqdi, lekin bu o'yinga men 10 dan 9 beraman. Menimcha bu ball o'yin uchun juda ham mos. Bola, sizlarga Renzojon kanalini tavsiya qilaman. Hoziroq kommentariyada silka orqali kanallariga o'tib obuna bo'ling va oxirgi videosiga kirib like bosing va kommentariyasiga Frozen Zombie deb yozing. Xuddi o'tgan safargi videodek o'zim tekshirib chiqaman har bitta kommentariyani. Keling shu do'stimizni ham orzularini amalga oshirib 1000 ta obunachi to'plab beraylik. Kanal manzili opisiya va kommentariyada. Bizning ikkinchi o'yinimiz Cubic Craft deb nomlangan o'yin. Bu o'yin sarguzasht yo'nalishiga qiziqadiganlar uchun juda ham ajoyib ekan. Shaxsan menga ham yoqdi. Ana endi o'yinni o'ynab ko'ramiz. Okey, men uje o'yinga kirib olyapman, yuklanmoqda. Lekin bu o'yin ham 9 ga 16 format ekan. Boya xato aytdim, 16 ga 9 deb birinchi 9 aytdilar ekan. Personajimiz uyqudan uyg'ondi, Taysonning gaplarini eshitib, o'sha sassiq ko'rpanishidan turdi. Xo'sh, bu yerdan albatta o'g'il bolani tanlaymiz. Mana shu ko'k kiyimlisini tanladim. Chiroyligina bola, o'zimga o'xshab. Biz ko'chaga chiqdik. Uzr bola, o'yin gameplay biroz noqulay, chunki Mamut, what the fuck bu nima? Tilimiz sepib chiqib ketdi. Xullas, o'sha yerga borishimiz kerak. O'yin nima qotyapti? Qotma? Mana yurish animatsiyalarini qaranglar. Loyda. Okey, kemaga yetib keldim. Ana endi ustiga chiqamiz. Ketdik. Ana endi biz nima qilamiz? Hayır, bola, bo'pti va ketdim. Ikkinchi xotin izlab keladi. Men orqadagilarni tanimadim, lekin kimligini. Animatsiyani qaranglar, takko'yligini. Xo'p, yo'qmi, bu kim edi bu? Kimmi? Yo'qmi? Men hali personajimni latta desa bu karates ekan u. Xullas, men bu kalda kesakdan tarqagan bizani kemamizga hujum qilib va
tiqdida hozir. Yo'q, olib ketma meni. Men o'g'il bolaman. Sen ham o'g'il bola-ku. Yo'q, qiz bolamisan. Yo'q, men urib tushib ketdim. Qaqa kiyib qo'ygan bilmadimmi, ammo biratan menga yoqmayapti. Chopishingga o'raysini. Biratan savdo qilyapti jetil bilan. Okey, ana endicha. Yo, bunday salto o'shadi. Menimcha shaxtaga tushib ketdi. Personajimiz o'rnidan turdi, chust qilmayapti, atrofda nima o'ylayapti, menga strilka ko'rsatyapti. Qayerga borishim kerak? Daraxtgami? Daraxt chopamanmi? Oh, let's go Minecraft. Bola inventarim to'ldi, 24 ta chopdim daraxt. Ana endi qayerga boraman? Bu yerga ko'prik qurishim kerak. To'g'ri, ko'prik o'tish uchun ko'prik kerak menga. Okey, qurildi. What? Menga yana daraxt chop deyapti. Mayli, daraxt chopsak chopamizda. Mana yana 24 ta to'pladim. Jamolga olib keldim. Jamol, menga nimadirlar berdi. Olmos beribdi. Yana daraxt chopishim kerakmi? What the Bola, nihoyat shaxtani ochdim. Ana endi ichga kiramiz. Yo, rostdan ham shaxtani anosi bu kelib turibdi. Zombi! O'r zombini. 5 ta olmos ber ekan o'ldirsa. Yana zombi. O'r men buni. Yana okey, 5 ta olmos ber, to'pik. Qayerga borishim kerak endi men? Tak, zombi o'r. Buncha vahma qilaman. Sandiq ichida nima bor? Okey, endi bizda qilich bor. Ana endi zombilar momma. Qayoqqa oxiri mana qayerdir keldim. Kirma, to'g'ri kelgan joyga kirib ketaverar ekan bu bola ham. Yo, what the? Nima edi bu? Ajda, qochma, qochma. Ko'rdinglarmi, bola qo'rqdi-da mendan. Qo'rqdi. Men keldim, yo'q-da u ketdi. Mana yurishni qaranglar, bu personajga asta sekin, asta. Yo, what the fuck? Tushib ketdi. Boboy qutqaring, turishingizni qarang. Mo'ylovingizga siz. Rahmat, katta rahmat Abdushay brat. Okey, ana endi nima qilamiz? Boboy oldiga keldik. Nabiram bizga ajdar hujum qilib, hamma uylarimizni yoqdi. Endi biz shu narsadan uy yashashimiz kerak. Degan bo'lsa kerak, yana bilmadim. Bolalar, ming bor uzr, cringe bo'lyapman, azoblagan bo'lsam, meni kechiringlar. Xullas, men bu boboy hammasini boshdan tushuntirdi. Biz shu uyni qurishimiz kerak ekan. Unda boshladik. Nimani kutyapmiz? Daraxt chopib kelyapti meni mazga. Bolalar, men daraxt chopgunimcha sizlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Chunki bizning keyingi maqsadimiz 10 mingta. Shundaylar, o'zinglar ham 10 mingta obunachi. Shuning uchun bizga yordam kerak. Obuna bo'lib tashlaylar, like bosib tashlaylar. Ushbu videoga ham 200 ta like yig'inglar. Men daraxtlarni chopib bo'ldim, ey. Okey, wow, mana animatsiyani qaranglar, o'ylaydi. Bola, men bu uy tepasini somondan qilar ekanmiz. Yo'q, qanaqa qilib, somondan ham uy tepasini yopsa bo'ladimi? Yo, what the? No, mayli, bizga po'q. Men bu olganlarim yana o'sib chiqibdi joyidan. Cheksiz ekan bor. O'yin menga yoqqani uchun o'yinni ancha payt o'ynadim, lekin vaqtim kamligi uchunmi, zerikkanim uchunmi, negadir o'yinni tark etishga majbur bo'ldim. Lekin o'yinga gap bo'lishi mumkin emas. Bu personajni hali juda ham ko'p sarguzashtlar kutib turmoqda. Lekin menga yurishi yoqmadi. Bola, bu o'yinga, ya'ni Cubecraft o'yiniga men 10 dan 10 ball qo'yaman, chunki bu o'yin meni ekran oldida juda ham ko'p ushlab tura oldi va menga shaxsan yoqdi. Ancha payt mirqib o'ynadim. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Biz nihoyat ro'yxatimizdagi eng oxirgi o'yinga ham yetib keldik, ya'ni Polyfight o'yini. Bu o'yinni ham ortiqcha ta'riflashga hojat yo'q. Shunchaki gameplayni ko'ring. Okey, bu o'yinimizga ham kirib oldik. Bu o'yinni boshlanish qismi menga juda ham yoqyapti. Okey, playni bosamiz. Menimcha biz urushga borsak kerak, chunki bu shooter o'yin, Minecraft shooter o'yin. Wow, mamu yo'mayo, vashi zo'r. Bola, buni o'ynab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Vashi mazza men bu grafikasi ham, gap yo'q, atmosfera ham bomba. Biroz yangi o'yinchi bo'lganim uchun uncha yaxshi ota olmayapman. Biroz qiyinroq ekan. O'qlar buni perezaryadga qil. Men buni birinchi odamimni o'ldirdim bola. Ammo o'lgandan keyin qurolni olib bo'lmas ekanda. Shunisi biroz yomonroq ekan. No, mayli. Bola, vashi mazza qilma, bor bu o'yinni o'ynab. Juda ham zo'r, atmosferasi ham, gap yo'q. Menga juda ham yoqdi bu o'yin. Bo'ldi, men buni gap sotmasdan o'lib ket. Yaxshi, buni ham telefonim qotib qoldimi? Internetim yonib qolgani uchun telefonim qotib qolgan ekan. Brat, nima yotibsiz siz ham krisalik qilib? Men buni yonimga kelyapti, o'ldi. Men o'ynashni o'rgan oldim uje. Zo'ringni chaqir xohlaganingni. Birga bir qoqib tashlayman. Yo, men buni qara,
Oh, what the uzoqdan ham otsa bo'lar ekan, bola. Men uzoqdan yotib otyapman, tegyapti. Oh yeah, o'lla. What? Men buni yoningda turibdi-ya, ko'rmisan? Tugadimi? Nima hech kim qolmadi? Tugadimi shunda? Tugadi shekilli. What the fuck? Bitta qolib ketdi men bu yerda. Bola, qo'shimcha ma'lumot, men bu narsalarni xiraroq, tiniqroq ili joylarini o'zgartirsa bo'lar ekan. Xuddi PUBG Mobile'nikidaqa qilib o'zgartirib, PUBG o'ynaganday bo'ldim, короче. Va hattoki mana bu yerdan giroskop ham bor ekan. Hattoki grafikani ham ko'tarish mumkin. Telefoninglar qanchalik kuchli bo'lsa, o'shanga qarab ko'taraverasizlar. O't, men buni orqada turibdi-ku. Polyfight o'yiniga ham men 10 dan 10 qo'yaman. Chunki o'yin menga juda ham yoqdi. Ayniqsa menga shooter o'yinlar o'zi yoqadi, lekin shooter o'yinlariga Minecraft aralashgani juda ham ajoyib bo'libdi va menga juda ham yoqdi. Bu ro'yxatimizdagi uchala o'yinni ham sizlarga qo'rqmasdan bemalol tavsiya qila olaman. Meni uyaltirib qo'yishmaydi. Bu uchala o'yinni ham bemalol skachat qilib o'ynashingiz mumkin. Play Marketda tekin va o'yin 100% offline, ya'ni internetsiz o'yin. Agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz meni haqiqiy obunachimsiz. Ana endi videoga like bosadigan vaqt keldi. Agar haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki bundan-da qiziq videolar hali oldinda. Unda hammangizga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha. What? Men buni what the